İsmi Şerife Kaya'da gelinler. Kızdoğan'dan Boturcan. Buxoro viloyati Kızdoğan tumanidan. Boturcan ismi. Neçe yılda beri yürüttü? Asıl. Bir yıl, 2 oy bo'ldi. Nima dedi doktorlar? Operatsiya dedimi nima dedi? Bayni kesam. Hayır. Nimasini kesildi hayır. Suyak yemirilishi deydi. Hiç karagası yok. Yaş olan karagası yemirler. Katta olsa bir yemizmeydi hayatta. Yürü. Maşinaga bu adamların ben operatsiya kaleye yapıyor. Bitti yürü görsün. Yürü. Ayağı hem geldi. 2 santimetre geldi ayağı. Shunday doktorlar ham shunday dedi. Shunaqa dedimi? Ben o'lchamasdan aytib qo'ydim. Sertifikat kaldı. Chidaysanmi 2 kun og'ritadi. Chidasang bugunni o'zida xastani tashlab turaman. Yarim soatda. Chidaysanmi? Amerikaga borsan ham hech kimga yarim soat tashlab turmaydi seni. Yig'lamasang, chidasang bugunni o'zida tashlab chiqaraman. Hop. O'tirib tura bilasanmi yo'qmi? Asal qiynaladi. Mayli. Kilolarlar bez operatsiya bo'lmaydi dedim. Bayni kesam. O'zim miyasini kes. Kilo. Birinci kursa 6. güne. Yani 6 gün oldu, bir 6. gün aldılar. Nima o'zgarish bo'ldi? O'zgarish yaxshi, yurishlari yaxshi. Allohning izni bilan mashq qilaverishdi. Ajoyib. Qayerlarga borgansan? Nima derdingiz bo'ldi? O'zimizga Sanpiga bordik Toshkentga. Suyak yemirish degan. Bitta menga yo'q. Kalta qancha kisadi kalta. Xudoga shukur, top motor bo'ldi ayağına.